Assalomu alaykum Master Perilo obunachilar, sizlar bilan Abdural, sizlar Master Perilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar aziz aka-ukalar. Ikkita yaqin do'st kachila zakaz qilganda va nihoyat tayyor bo'ldi aziz aka-ukalar. Kimgaki mana shunday kachilalar kerak bo'lsa, shu ekranda pastda turgan nomerga murojaat qilasiz. Tamomiy Tojikiston kelishilgan holda temirga bog'liq ish bo'lsa, dastavka ustanovkamiz bor. Dastavchilar sizlarga oq yo'l, sog' salomat yetkazib beringizlar egasiga. Ketdik unda. Mana shunday dizaynda bo'ldi kachilamiz aziz aka-ukalar. Mana bu qalin profildan tayyor bo'lgan, bu yerda mana unday telefon qo'yadigan polkachalari bor. Albatta aziz aka-ukalar, mana bu yerda karavotlarimiz tayyor bo'lyapti. Xuddi mana shunday dizaynda taxtalarga keladigan bo'lsak aziz aka-ukalar, mana taxta. Qalin taxta talabga 100% javob beradi. Albatta bular 3ta birigib samarizga olinadi, shilpovka lak bo'ladi aziz aka-ukalar. Eng avvalo xalqimiz uchun eng kerakli narsa aziz aka-ukalar, mana bu xohlang katta razmerda, xohlang mayda razmerda. Qanday razmerda kerak bo'lsa, bunga shunday somonni tashlaysiz, kepaksiz tashlaysiz, mana bunday yemni qarib mollarga tayyorlab berasiz. Biron joy teshik emas, suvni solib qo'ysangiz ham bo'ladi, ichiga basen qilib cho'milsangiz ham bo'ladi, molga suv bersangiz ham bo'ladi aziz aka-ukalar. Xohlagan razmeringizda tayyorlash iloji imkoni bor. Bular hammasi stanokda qaytgan aziz aka-ukalar. Albatta o'z ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu yerlar aziz aka-ukalar polni qaytgan mana. Polni bular aziz aka-ukalar stanokda tayyor bo'lgan. Bunday temirni kesib, ullab, qiyshaytib, varit qilib qo'ymaganmiz. Mana bu yerda aziz aka-ukalar, mana bu yerda aziz aka-ukalar oxirlarimiz tayyor bo'lyapti. Albatta bu yerlarga e'tibor qilamiz mana. Mana bular hammasi egilgan polni stanokda. Bular bunday tunuqani shunday qaytarib urib qo'yganimiz yo'q aziz aka-ukalar. Bular hammasi qalin temirdan bo'lgan. Albatta talabga 1% emas, 100% inshaalloh javob beradi. Bunday karavotlarimiz bor. Bardak bo'lib yotibdi, e'tibor qilmaymiz. Hozir zakazlarimiz ko'payib ketgan, svarchiklar kerak deb video qilganmiz. Shu ishni dastavkalarni kechiktirib bo'lsa ham egalariga yetkazib beryapmiz. Uborga qilishga vaqt bo'lmayapti. Bunga e'tibor qilmaymiz. Mana bu yerda aziz aka-ukalar uy tayyor bo'lyapti aziz aka-ukalar. Bir xona, bir yaxshi inson uy zakaz qilgan. Albatta alyumin, plastik eshiklarni hammasini olib kelib qo'yibmiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz, shu tezroq yetkazib ustanovka qilib berishga. Bu yerda aziz aka-ukalar bir akamiz molxonaga kalitka zakaz qilgan, albatta tayyor bo'lyapti. Bu yerda bir opamiz oshxonasiga polka idish tovoqni qo'yadigan, gaz plitka qo'yadigan polka zakaz qilgan, albatta tayyor bo'lyapti. Polni temirdan aziz aka-ukalar. Mana bu yerda ekranga rasmini qo'yib o'tishga harakat qilaman. Albatta bu yerda aziz aka-ukalar bog'cha, sadikka, ya'ni katta darvozamiz tayyor bo'lyapti. Darvozani polni nol qilib tayyorlaganimizdan keyin polni video navor qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bunday drabelkalarimiz ham bor aziz aka-ukalar. Albatta molga kerakli narsa hammasi bor, absolutno. Molni tagiga rezin kerak bo'lsa, uni ham topib beramiz aziz aka-ukalar. O'zimiz tayyorlamasak ham yetkazib berishga harakat qilamiz. Oxir kerak bo'lsa, uni ham muammosi hal. Drabelka kerakmi? Uni ham muammosi hal. Mana bunday jodi deydimi, xashakni ruchnoy to'raydigan apparatchamiz bor-ku, uni ham tayyorlayapmiz. Xudo xohlasa tez kunda tayyor bo'ladi. Video navor qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. U ham bor. Mana bu tarafda ham drabelkalarimiz bor aziz aka-ukalar. Medni kerakmi, alyumin kerakmi? Xohlagan namuningizda tayyorlash iloji imkoni bor. Albatta yetkazib beramiz. Mana bu yerda prosta komfort kataxonamiz tayyor bo'lyapti aziz aka-ukalar. Xos ko'rsatishga harakat qilaman. Ichini, dizaynni, don qo'yadigan joylarini, suv qo'yadigan joylarini hammasini ko'rsatishga harakat qilaman. Razmerga keladigan bo'lsak, 1.90 balanti, eniga 2 metr, uzuni 5 metr, 4 xonadan iborat. Mana bu yerda aziz aka-ukalar, mana baquvvat pulchoqlardan qo'yganmiz. Mana bu yerga tovuqni solasiz. Mana tovuq ichida komfort damini oladi. Agar tovuqlar fermenli bo'lsa, bu yerga отдельно qo'yasiz. Buni o'zi отдельно bitta komfort xona. Bu yerga kelasiz, bu tarafi отдельно bitta komfort xona. Ichiga kirmoqchimisiz? Mana buni shunday ochasiz. Polni ichiga odam spokойно komfort kiradi. Bu yerga e'tibor qilamiz. Bu taraf bitta chap, shunday kirganingizda o'ng qo'l taraf bitta komfort katta xona, chap qo'l taraf bitta katta komfort xona. Razmerga keladigan bo'lsa, bu xonani o'zi 2 ga 2 balanti 1.90, bunisi ham 2 ga 2 balanti 1.90. Setkalar pod zakaz keladi. Shartuz Qabadion Beshkent territoriyasida bu setkalardan kamnamo topish problema
Dushanbedan zakaz bilan keladi. Mana bu nerjavika, bu uzilmaydi. 100% talabga javob beradi aziz aka-ukalar. Tovuqlar kurk bo'ladi-ku, tuxumini qo'yasiz bostirib bola ochish uchun yoki mayda bolalari bo'ladi. Bu yerga qo'yasiz. Komfort Adelda birga bir tayyorlaganmiz. Komfort don beradigan joylarga keladigan bo'lsa aziz aka-ukalar, mana profilni shunday ko'tarasiz. Donni shunday berasiz, ichi komfort, polni baquvvat bo'lgan 100%. Mana bu shunday tashlaysiz, yopiladi. Mana bunday donlari. Mana shuni shunday setkani ko'tarasiz, donni shunday berasiz, shunday tashlaysiz, yopiladi. Tamom. Tovuqlarga biron pishak ham tegin olmaydi, it ham tegin olmaydi, tulki bo'lsa, tulki ham tegin olmaydi. Chunki deganda bu setkalar 1% emas, 100% talabga javob beradi aziz aka-ukalar. Mana bu yerda eshigi, mana buni shunday yopasiz. Xohlasangiz petli qo'yib, qulflab qo'yishingiz ham mumkin kechasi. Mana shu videomizda xatman WhatsApp guruhlariga pozitsiya qilib qo'yamiz. Mana shunday temirga bog'liq ish bo'lsa, eng avvalo bizda nima narsa zo'r? Bizga shunday soqqani berasiz, tamom. Temir olibki, kraska olibki, krisha olibki, unday narsa yo'q. Shunday ishda dogovor qilamiz. Optim. Shunday dogovor qilganimizdan keyin soqqani olamiz. Ipidan ignasigacha polni o'zimiz borib, dastavka ustanovka qilib beramiz. Tamomiy Tojikiston kelishilgan holda. Temirga bog'liq ish bo'lsa, sizlar to'g'ri manzilga tushdingiz. Nima deb qolamiz? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. E'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha aziz aka-ukalar.